Avtorskiy proyektda yana bitta xonadonimiz tayyor bo'ldi. Buyum obzor qilib ko'rsatib beraman va oxirida narxlarni aytib o'taman. Qurilish ishimizdagi shunaqa chiroyli, отпечаткali kodli ruchkalar qo'yilgan. Sanuzellar ham razdельный, ko'rishingiz mumkin. Kafelitr chiroyli qilib qo'yilgan. Bu tarafda vannaning dushovniy kabinkalar qilib qo'yilgan. Kirmoshinalar bor. Qurilish shunaqa chiroyli, oyoqqa qo'yadigan, narsa qo'yadigan qilib qo'ygan. Bu yog'imiz zalda ham kerakli hamma narsa bor. Mягкий mebel, ovqatlanadigan stol stullar qilib qo'yilgan. Televizorning zonamiz ham juda chiroyli. Bu yerda детский spalni joylashgan. Детskiyni bolalaringiz uchun dars beradigan stol va shkaflari bor. Ko'rishingiz mumkin, xaritlarni chiroyli qo'yib qo'yishgan. Bu yerda oshxonadan hech chiqmaslik uchun mana shunaqa eshiklar qilib qo'yilgan. Bu yerda ham hamma kerakli jihozlar, texnikalar mavjud. Xolodilniklar, hammasi yangi. Mikrovolnovka pech, hamma kerakli jihozlar bor. Gaz plitalari ham chiroyli, yangi zamonaviylar bilan qo'yilgan. Uyimiz 50 kvadratdan iborat. Bu tarafi spalnida ko'rishingiz mumkin, hamma narsamiz bor. Juda chiroyli qilib atmosferasini zo'r qilib qo'ygan, mana kartinkalardan qo'yib, juda chiroyli zonalarga gullarni qo'yib qo'yilgan. Bu uyimiz 2 xona, Yevrorimon, 4 etajli 3-etaji, Chinozor metroning shuni orqasida, Chinozor C kvartalida joylashgan. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsa, 78 ming AQSh dollar qo'ydik. Xudo xolasa, tepasida gaplashib, narxlarni kelishib baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.